Bizi bankumuzdan birlamchi bozordan birlamchi bozor bilasizlar, quruvchi tomonidan qurib bitkazilgan uy-joy. Ikkilamchi bo'lsa, kimnidir nomida bo'lsa, ular foizlarda yillarga farq qiladi. Ikkilamchi bozordan oladigan uy-joylarni 5 yildan 20 yilgacha beramiz. 5 yillik muddatga oladigan bo'lsa, 5 yillik davr oladigan bo'lsa, 24%, yillik foiz tutamaz. 10 yillargacha oladigan bo'lsa, 25%. 10 yildan yuqori oladigan bo'lsa, 26% dan beramiz. Ikkilamchi uylar uchun, bu birlamchi uylar uchun 18% dan beramiz. 20 yil muddatga. Ipoteka kreditlarimiz shu tartibda. Boshqa kreditlarimiz bor. Ishlovchilarga mikroqarzimiz bor. 100 milliongacha o'zgardi shu. Oylik ish haqidan kelib chiqadi, kafillik asosida. 100 milliongacha, hozir 50 milliongacha edi, hozir 100 milliongacha qilib qo'ydi shuni ham. Oyligi yaxshi bo'lsa, kafilini bunaqasi ham yaxshi bo'lsa, sudlari kam bo'lsa, 100 milliongacha mikroqarz ajratyapmiz. İşlemaydiganlarga mikroqarzimiz bor. Nomida mol-mulk bo'lsa, ko'chmas mulk, avtotransport vositalari bo'lsa, ham 100 milliongacha. Uni minimal miqdori 30 milliondan boshlanadi, o'zini o'zi band qilgan shaxsga. Minimumi 30 million. Pensiyaga pensiyaga? Yo'q, pensionerlarga hozir. Boshqa bank biletmi, masala bermaslar? O'zini mijoziga beryapti. Bizda ham bor edi, hozir u yo'nalishda ajratib bergan. O'zini mijoziga qachondan bordi? Oldindan bormi? Bor edi, oldin. Nima bermadi? Yo'q, oldin so'raganingizni biz bilmaymiz. Necha so'rab keldingiz? Nega o'qib beraman? Bu pensiyani Xalq bank bunaqasini chiqardi. Ular o'sha oldindan olishi. Misol qancha oladi? 3 oylik. 1 oyda misol 1 million pensiya olsa, o'shani 3 oylik miqdorigacha berdi xolos.